Azizlar, hozir beradigan savolim miyangizni aniq qiynab qo'yadi. 3 ta do'st mehmonxonada tunab olishadi. Ertasi kuni mehmonxona administratori ushbu 3 ta do'stga sizlardan jami xarajat 30 ming so'm bo'ldi deb aytadi. Ushbu xarajatni qoplash uchun har bitta do'st o'zidan 10 ming so'mdan pul to'lashadi hamda mehmonxonadan chiqib ketishadi. Biroz vaqtdan keyin mehmonxona administratori ushbu 3 ta o'rtoqni izidan yugurib boradi-da, biz adashibmiz, sizdan 30 ming so'm emas, balki 25 ming so'm xarajat bo'pti deb aytishadi. Hamda mana qolgan 5 ming so'm pullaringiz deyishadi. Ushbu 3 ta o'rtoq 5 ming so'mni quyidagicha taqsimlashadi. Har biri o'ziga 1000 so'mdan pul oladi. Qolgan 2 ming so'mni bo'lsa, mehmonxona administratoriga choychaqa sifatida berishadi. Endi o'ylab ko'raylik. Har bitta o'rtoqda 9 ming so'mdan puli bor hamda qolgan 2 ming so'm bo'lsa, mehmonxona administratorida. 9 ming so'mdan 3 ta o'rtoqning jami puli 27 ming so'm bo'ladi. Administratordagi 2 ming so'm bilan jami 29 ming so'm pul bo'ladi. Boshida 30 ming so'm pul bor edi. Hozir 29 ming so'm. Xo'sh, o'sha 1000 so'm qayerga ketdi? Javobingizni izohlar qismida yozib qoldiring. Hamda o'rtog'ingizni miyasini qiynash uchun ham bu videoni unga albatta ulashib qo'ying.